Assalomu alaykum do'stlar, yakillar. Sen için ishab tutsam bunu? Taptoza eshikni. Zamok olması lazım. Ne için? Kichkina oradan cansız ne koyarlar? Demir işini kimden taxta işini zamok koy. Ha, bu zamok taxta eshikni zamokini qo'yganlar, to'g'rimi? Endi yaxshidan qo'yib qo'yacaksın xudo qalasa. Bunday xizmatlarga ham bor, to'g'rimi? Молодец. Do'stlar, kellar shunday zamoklarni ham, toza zamoklarni ham qo'yib berish xizmatlarimiz bor. Bizani ko'rib boring, kuzatib boring. Do'stlar, yakillayna xudo xolasa ko'rgandan keyingi ahvolini. Yana ko'rgandan keyingi ahvoli zamoklarni. Yana. Do'stlar, yakillar xudo xolasa xizmatdamiz, nasib etsa xizmat beraverasizlar. Shuni zamoklarni qo'yib berish, qayta jihozlash ishlarini ham olib boramiz. Ishlaringizga omad hammangizdan. Sancho temir eshiklar jamoasi xizmatingizda. Telefon nomerlarimiz 773 2607. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.